sizlarni birga qo'llab-quvvatlab yursin ukajonim. Qarizlar, mana shunday oila sizu bizni yordamingizga muhtoj bo'lib o'tiribdi. 32 Aka-ukalar boshidagi videoni ko'rib ko'pchilik ozgina bo'lsa ham yurak jumushga keldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, ayniqsa bizni musofirda ko'rib turgan jigarlar. Bilasizlar, sizlarga anchadan beri Tespay ilovasini tavsiya qilib kelamiz. Bugun biz mana shu Tespayda rasmiy ofisdamiz. Ko'rib turganlaringizdek, bu yerda kun-tun sizlar uchun mutaxassislar ishlashmoqda. Shunday ekan, hurmatli aka-ukalar, Tespay ilovasi rasmiy, ishonchli. Siz peshona teringiz bilan topayotgan pulingizni bemalol Tespay orqali jo'natishingiz mumkin. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Tespay ishonchli hamda xavfsiz. Tespay, biz bilan qulaylikni his qiling. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli Show TV kanalining kuzatuvchilari. Bilasizlar, bundan ancha oylar oldin biz mana shu qizni murojaati bilan uyiga kelib qo'limizdan kelgancha yordamni qilgandik. Lekin hozir bu qizni ahvolini ko'rib yuragim boshqacha bo'lib ketyapti. Mana onasi, opajon, nima bo'lganligini endi ayting. Nimaga bunchalik yig'layapsiz? Nima uchun hozirgi holatingiz bunaqa tushkunlikka tushib qoldingiz? Bor haqiqatni ayting, bor haqiqatni. Jamshidjon, shuncha yordam qildilaringiz. Allohga shukr qilaman. Behisob shukr. Shuncha yordam qildilaringiz mayli. Yana ozgina qoldi-da, mana shu bolani yana bir martagina operatsiyasi o'tsa bo'ldi edi. Men shunchalik xursand bo'laydim. O'tgan safar davolatdingiz, lechinasiga hech bo'lsa bir marta lechina qilayin. Ancha yildan beri lechina qilinmadi. Hatto mana shu bitta lechina bilan yaxshi bo'lib ketar dedingiz. Hozir bugun menga telefon qilib yig'layapsiz, Jamshidjon. Iltimos qilaman, shu operatsiyasiga ozmi ko'pmi yordam bering deganingiz uchun keldim. Qizingiz nima hozir bunaqa og'ir ahvolga tushib qoldi? Balsadan keldi Jamshidjon, 3 kun bo'ldi kelganda. Mana shu ahvolga tushdi hozirgina. Endi tayyorladi, operatsiyaga tayyorladi buni. 10 kun 15 kundan keyin operatsiya bo'ladi deyapti. Men de shuni umidvor sizga telefon qildim. Baraka topingizlar, yana bir martagina qo'llaringizlar, iltimos qilaman sizlardan. Qo'limda duoga ochib hamshasiz duo qilaman, o'lgunimcha duo qilaman. O'zimda yaxshi ko'rganlarim, og'ayin qarindoshlarim qarab turmayapti, hammasi yordam qiladi. Lekin bu yordamlaringizni umrbod unutmayman. Allohim hamsha sizlarni birga qo'llab-quvvatlab yursin ukajonim. Endi oxirgisiga chidab bering shuni. O'lsam armonim yo'q keyin. Yig'lamang, tushkunlikka tushmaysizlar. Odam ko'nglini bo'shashtirib olyapsizlar. Aka-ukalar, opa-singillar, qarizlar, mana shunday oila sizu bizni yordamimizga muhtoj bo'lib o'tiribdi. 32 yildan beri dilsipi kasalligi bilan tug'ilgan Dilnoza singlimiz yuraman deb harakat qilyapti, lekin yaxshi bo'ladi. Afsus, aka-ukalar. Jamshid, endi sotishga ham tayyorman. Agar bor butun bo'lsa sotishga tayyorman. Opa, men ham o'sha bitta ikkitalardan eshitdim, haqiqatan ham hatto shunaqa tushkunlikka tushib, bolangiz uchun o'zi kreditga olgan uyingizni 20 yil davlat tomonidan shu qiz uchun berilgan kreditga olgan uyingizni ham hatto sotaydigan bo'libsiz. Bu rostmi, haqiqatmi bu? Ertaga ko'chada qolib, yana bu qizingiz bilan ko'chalarda sarson bo'lib qolishingiz qanchalik qiyin bu? Nima qilay Jamshidjon, nima qilay? Bolam yuraman degan paytiga men shunday tashab qo'ya olamanmi? O'tirgan uyim o'zimga tatiydimi? Bir kasa ovqatim tatyaptimi hozir o'zimga? Bensini kelgani mana bugun 4-kun. 4-kun mana shu ahvolda. Operatsiyaga tayyorladi, hammasi yaxshi. Qanday men tashab qo'yay buni? Qanday ahvolga tashayin buni? Men 32 yildan bu narsani. Yaxshi bo'lib ketsa bo'ldi shu bolam. Menga dunyoga olib ketgan mening ishim yo'q. Hamma qadar yurgimchilarga. Shu 15-20 million bilan ishlaringiz bitib qoladimi shunda? Xudo xolasa, nasib, xudo xolasa.
Yig'lamang singlim, yig'lamang. Aynan yo'lamonika qayta efirga chiqqim kelmaydi meni ham. Imkonim bo'lmayapti hozir. Qilmasam bo'lmaydi. Opajon, tushkunlikka tushmang. Xudo xohlasa mana bugun biz videoni qo'yamiz. Jigarlar, sizlardan bitta narsani iltimos qilaman. Sizlar nima deysizlar? Shu qizga yordam beramizmi operatsiyasiga? Oxirgi operatsiyasi. Shu bilan ancha yaxshi bo'lib ketsa ajab emas. Yillar davomida mazza qilib yashasa ajab emas aka-ukalar. Siz-u biz faqatgina sababchi bo'lib qolaylik. Nima deysizlar? Ertadan efir qilib boshlaymizmi? Efirimizni sog'inganlar bormi? Har doimgidek 10 ta yoki 20 ta inson podдержка qilib tursa, men har doim sizlarning xizmatlaringizdaman. Nima gaplaringiz bo'lsa kommentariyada yozingizlar. Shunga qarab erta kechga efirlarni boshlaymiz. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Xayr jigarlar.